Chaqabey birinchi turkiy dengiz hukmdori. Chaqabey Saljuqiylar davridagi turkiy harbiy va siyosiy an'ananing yorqin namoyandalaridan biri bo'lib, tarixda maqsadli ravishda flot tuzgan va turkiy hokimiyatini dengizda mustahkamlagan ilk turkiy hukmdor sifatida tanilgan. U turkiy zodagonlar sulolasidan chiqqan bo'lib, 11-asr oxirida musulmon dunyosi bilan Vizantiya imperiyasi o'rtasida keskin qarama-qarshilik davrida Kichik Osiyoning g'arbiy hududlarida faoliyat yuritgan. Yoshlik chog'ida Chaqabey vizantiyaliklarga asirlikka tushib qolgan. Uzoq vaqt Konstantinopolda bo'lgan. Bu davrda u nafaqat yunon tilini mukammal o'rgandi, balki Vizantiyaning aynan shu bilimlar keyinchalik san'at va siyosiy maydonlarda hal qiluvchi rol o'ynab, uni zamondosh turkiy sarkardalar orasida ajratib turdi. Asirlikdan ozod bo'lgan Chaqabey Smirna, hozirgi Izmir mustahkamlab, o'zini mustaqil hukmdor deb e'lon qildi va flot tuzishga kirishdi. Bu holat ilgari turkiy davlatlar uchun xos bo'lmagan yangilik edi. Kemalar qurdi, dengiz otryadlarini shakllantirdi va Egey dengizidagi Vizantiya mulklariga qarshi yurishlar boshladi. Bir qator orollar va sohil qal'alarni. Shu tariqa Chaqabey turkiy dengiz strategiyasining asosini yaratib, turk nafaqat quruqlikda, balki dengizda ham muvaffaqiyatli harakat qila olishini namoyon etdi. Musulmon va Vizantiya manbalarida Chaqabey qat'iyatli, uzoqni ko'ra biladigan va nihoyatda bilimli hukmdor sifatida tilga olinadi. U ko'chmanchi turkiy an'analarni Vizantiya davlatchiligining o'zlashtirilgan unsurlari bilan uyg'unlashtira olgan shaxs edi. Uning faoliyati keyinchalik Kichik Osiyo, Turkiy va yanada keyinroq Usmonli floti shakllanishiga muhim zamin yaratdi. Chaqabey taxminan 1095-yil siyosiy fitna natijasida halok bo'lgan. Shunga qaramay, uning nomi tarixda turkiylarning dastlabki dengiz qudrati va O'rta Yer dengizi mintaqasidagi yangi geosiyosiy sharoitlarga intellektual moslashuv ramzi sifatida saqlanib qolgan.